Assalamu alaikum, musulmon bir tug'anlar. Sizlar men Janatbek jana bozorga borgan qirg'izlar. Bugun 2022-yil 1-aprel bo'lib qoldi. Jumongizlar muborak bo'lsin. Jana ertangi O'roza bayramingizlar bilan qirg'izlar. Bugun shu kecha vapros o'tkazgandik. Mingdab odamlar shunday qilib aytishdi. Bugun so'rov javob qilamiz. Shu Saxalin, Yujniy Saxalin shahrida masjiddan. Bu yerda musulmon bir tug'anlarimiz bor. O'zbek, qirg'iz, tojik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qachon tug'ilgan yili, jana Qur'onda qancha sura, qancha oyat bor, o'sha jo'nda eng jo'nako'y suralar. Shu jumaga mana odamlar keldi. Hozir biz shu so'rov javob qilib boshlaymiz qirg'izlar. Like bosib, qo'llab turingizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Nima qilyapsiniz aka? Assalomu alaykum. Qayerdan bo'lasizlar? O'z Qirg'izistondan. Qirg'izistondan. Nokandan. Shu bizda shunday vapros o'tkazdik, kecha aytgandek. Payg'ambarimiz qaysi yil tug'ilgan, Qur'onda qancha sura bor, qancha oyat bor? Payg'ambarimiz 566-yili, 64-yil adashmasam. Qur'onda oyat 99 oyat bo'lgan. Ondan ko'p. Yani bilgayman, esakdan. Aytör. Nasıl? Qancha sura? Suralar bo'lsa, sura ko'p-da, o'ynagandan ko'p. Yo'q, bunday. Payg'ambarimiz 570 или 571 tug'ilgan yili. Qur'onda 114 sura bor, oyat 6205 oyat bor. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Откуда, брат? Таджикистан. У меня вопрос есть, брат, 3 вопроса. Религиозные. Когда родился пророк Мухаммад? И еще 3 вопроса. Сколько Корана есть сура, а сколько аят есть? Вы все из Таджикистана, да? Все, брат. Джума мубарак, брат, я сам отвечаю. Пророк Мухаммад родился в 571 году. Правда, честно слово не знаю. Корана 114 сур есть, а 6205 аят есть. Честно не знаю. Ассаламу алейкум. Qayerdan olasiz? Batkandan. Menda so'rov bor. Desanglar, 3 so'rov shunda eksperiment o'tkazdik, religiozniy so'rov. Payg'ambarimiz qaysi yil tug'ilgan, Qur'onda qancha sura, qancha oyat bor? Bilmaysizmi? Assalomu alaykum. Qayerdan olasizlar? Jalovotdan. Qayerdan? Bozor Qo'rg'ondan. Ating kim? İshaq Janatbek. Juma muborak bo'lsin. Bizda shunday boya bo'ldi, вопрос. Bugun atayin ertaga O'rozaga qarata Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qachon tug'ilgan, Qur'onda qancha sura, qancha oyat bor? 3 sura bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 571-yili Rabiul Avval oyida tug'ilgan. Aprelning 20-si Rabiul Avval oyining 12-si. Birinchi kuni tong atib boratganda. Qur'onda 114 oyat bor. Sura. Oyat ko'p variantlar bor. Bizning bilishimiz bo'yicha 6236 biz bilganmiz. Alloh alam. Rahmat, to'g'ri javob berdinglar. Yujniy Saxalin shahrindagi masjid. Не надменность, а проявлять такую скромность ради Аллаха. Juma muborak, azamlantiramiz. Его дараджа возвеличит. То есть его дараджа, наоборот, будет увеличиваться. Он в этом мире... Шул жердегі masjid Yujniy Saxalin shahrында. Которые, когда совершают что-то скверное, что-то отвратительное, когда они совершают, İnşallah. Saxalin Juma. Alnay o'zlarda şu musulmon bir tug'anlar. Qirg'iz, o'zbek, tojik bor bunda. Kel ko'p. Bugun birinchi taravih namozi o'qiladi inshaalloh. Shunday bugungi vопросda shunday bo'lib qoldi. Mikrofon bo'lgan uchun yaxshi metal bo'ldi. Buyursa dag'in tartamiz. Cumamızlar mübarek olsun.
Oruza bayramınızlar menен. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.